Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Eski Haqlobod ishlarimiz nihoyasiga yetdi. Bugun shapkamiz ko'cha qismi 27 metr tashkil etgan. Chok standlar qo'yganmiz. Ichkari qismimiz bu tomoni 8 metrga 120 degan chok standi o'rnatganmiz. Uzunasi 18 metrga 75 bo'lgan. Shu holatda chiroyli va go'zal qilib bitkazib berdik. Doriza qismimiz alohida. Dorizxonamiz 735 ga 435 chiqqan. Uy egalari shu fasonda yoqtirib tanlaganiga shuni qilib berdik. Jami bo'lib 130 kvadrat tashkil etdi.